Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana bir bor DLS Ismoilov va yana yangicha DLSdagi super kontentlarimizni davom ettiramiz. Bu gal ham sizlar uchun ajoyib video tayyorlashga qaror qildim. Ya'ni bu galgi videoda DLS 25 da bizga super bonus bo'lib kelgan Sabitya o'ynash haqida bo'ladi va bu galgi videoda biz bor yo'g'i 9 ta o'yin o'ynab 740 ta olmosni shunchaki qo'lga kiritishga harakat qilamiz. Va 740 ta olmos narxi bizda DLSdagi narx bo'yicha o'zi $15 atrofida bo'ladi. Bu degani 200 ming so'mlik olmoslarni shunchaki 9 ta o'yin orqali yutishga harakat qilamiz. Videoni boshidan sizlarga yana bir yangilik aytib o'tsam, biz YouTube'da va nihoyat 100 mingta bo'la oldik. Ko'pchilik bunga o'zi erishishimni kutmagan. Juda ham bir xursand bo'ladigan darajada yaxshi holat bo'ldi. 100 mingta obunachilar va qanday aksiyalar, qanday yutuqli o'yinlar qilishimni keyinroq sizlarga shorts video tariqasida ko'rsataman. Yaxshi aksiyalarni yo'lga qo'yishga harakat qilaman. O'z shunda ham to'xtaganim yo'q. O'sha Telegram kanalda, ya'ni DLS Ismoilov fan klub gruppasidan qo'shilib, Tirimlik UZB deb nomlangan ajoyib, juda ham aktiv bo'lgan Telegram kanalimizda kundan kunga bir-biridan qiziq aksiyalarni davom ettirmoqdaman. Va oddiy misol bu galgi videoda ham o'sha aksiyalarimga moslab bir sizlarga ajoyib o'yin ham ko'rsatib berishga harakat qilaman. Xo'p, ko'p gaplar va boshqa narsalarni biroz yig'ishtirib turaman-da, yana videoga qaytaman. Bo'lmasa yana asosiy qism esdan chiqib, boshqa gaplar cho'zilib ketadi. Xo'p, akkauntimizni birinchi bo'lib ko'rib olamiz. Tanga olmoslari juda ham ko'p va birinchi mana bu qismidan boshlaydigan bo'lsak, bizda 299 ta birinchi o'rinimiz bor. Xudo xohlasa bu galgi videoda shu birinchi o'rinlarni 300 ta qilib videoni tugatishga harakat qilaman. Bayroq Vyetnamniki. Xo'p, o'sha vyetnamlik do'stimiz tayyorlab bergan akkaunt bu. Bonuslari hali olinmagan. Va mana akkauntni ko'rishingiz mumkin. 7 ta klassik player bor va birgina sariq kartali futbolchisi bor bo'lgan ajoyib akkaunt. Qanday qilib bu akkauntga buncha tanga olmoslar yig'ilganiga ko'pchilik qiziqadi, boshqa ma'lumotlar. Men vyetnamlik do'stimizga o'sha Champions playerlar kelganida juda ham qattiq gapirib, o'zi ko'rgansizlar, tanga olmoslari ko'p bo'lgan akkauntlar o'sha vaqtda topish juda ham qiyin edi. Qattiq gaplar bilan yig'ib qo'ymabsan shunday akkauntlarni, tayyorlab berishing kerak edi. Men hali videolar chiqaraman. Bilasizlar, DLS 25 ni boshlarida men tarkib yig'ish videolarini juda ham ko'p chiqarganman. Shunday videolarga menga juda ham kerak bo'ladi deb vyetnamlik do'stimizga juda ham ko'p buyurtmalar berib tashlagan edim va vyetnamlik do'stimiz jiddiy qabul qilib shunday akkauntlardan anchagina yig'ib qo'ya olgan ekan va hozir o'sha Tirimlik UZB Telegram kanalda o'zi 550 ming so'mdan sotilayotgan edi. Qarasam narxi ham qimmatroq narx qo'yildi. To'g'risi tan olaman men. O'zim ham vyetnamlik ham o'zi menga qimmatroq narxda bergan edi boshida va akkauntlar ko'pligiga men narxlarni tushirishni va barcha akkauntlarni mana shu DLS 25 ni o'zida sotib yuborishni aytdim. Bunaqa akkauntlardan bir 10 tacha bor hozir. Narxini esa juda ham hamyonbop qilib 455 ming so'mdan qilib belgilandi. Bundan kam narxga sotish imkonsiz, to'g'ri tushunasizlar. O'sha vyetnamlikdan olganimga men ham biroz foyda qo'yishim kerak. Bu DLSni ichida yurishim, boshqa narsalar, videolar, vaqt olish, shunday narsalarga biroz bo'lsa-da foydangiz tegsa yaxshi bo'ladi. Agar mabodo shunday akkauntlarni sotib olsangiz, o'zi bu galgi videodan so'ng ancha xaridorlar ko'payib ketishi aniq. Xo'p, bonuslarni birinchi bo'lib olib olamiz. Mana bunday sezon pas bonuslarini. Va mana ko'rishingiz mumkin, DLSni yangi ochgandagi holatdek mana shu 3 kunlik bepul bonuslar. Xo'p. Mana yana sezon pas va karyer bonuslari ajoyib 10 ta olmosdan 3 talik va olmoslarimiz 740 taga yetdi. Hali bu galgi videodan so'ng 8,5 mingta bo'lish ehtimoli ko'p. Yana bonuslar Dream Points'da ajoyib shuncha bonuslar qolib ketgan ushbu akkauntda. Bunday akkauntlardan 10 ta bor dedim-ku. Hammasida bir xil, shu bilan bir xil futbolchilar
Tanga olmoslari ba'zilarida ko'proq, ba'zilarida shu bilan bir xil. Aniq bilaman, bundan kam emas tanga olmoslari. Shunday akkauntlar bor. Yana bonuslar 7875 ta. Ajoyib. Hozirning o'zida ushbu akkauntga futbolchilar sotib olib kuchaytirsak, bemalol full holatga keltira olamiz. Stadion biroz oddiyroq, lekin bo'laveradi. Yomon emas. Keyinroq ushbu akkauntni agar sotib yuboradigan bo'lsam, shu obunachimiz kuchaytirishi mumkin. Xo'p, asosiy mavzuga qaytamiz. Biz 740 ta olmosli Sabitiyani yutishimiz kerak edi. Va 290 tanga sarflab bor yo'g'i mana bu 6 ta Fransiya ligasidagi klublardan birini tanlash imkoniyatiga ega bo'laman. Xo'p, ketdi. 290 ta tangaga Nice klubi tanlandi va tarkib biroz yomonroq. Men Monaco, Lille kabi klublarni ko'rganimda ularning tarkibi kuchliroq edi. Osonlikcha Sabitiya yutish imkoniyati bor edi, mayli. Meni yana DLSdagi qobiliyatlarimni o'yinlarimga o'sha baho berib ko'rishingiz mumkin bo'ladi bu galgi videoda. Sabitiya ochadigan bo'lsak, yo'q, sezon pas ochadigan bo'lsak reklamalar chiqmaydi-yu, lekin hozir sezon pas ocha olmayapman, to'g'ri tushunasizlar. Telegramda yozsangiz, sezon paslar narxida skidkalar, boshqa narsalar bor. Lekin meni adminim ocha olyapti xolos hozirgi vaqtda. Menda biroz muammolarga duch kelib qoldim. Men sezon pas ochish bo'yicha yani to'g'rilashga harakat qilaman. Adminim biroz uzoqroq, ya'ni Andijon viloyatida, men Farg'onadaman. Shunday kelgan vaqtlarda to'g'rilab berishga harakat qiladi menga. Men qiynalaman, to'g'risini aytaman. U mana shunday narsalarni to'g'rilashga, u shunday tajribalari, aqli yetadigan bo'lganligi uchun shunday narsalarga va qo'shimchasiga DLSga qiziqmaganligi uchun o'zi bunday akkauntlarni ko'rib, zo'r ekan, mana shu akkaunt sotib olaman, yo'q, meniki bo'lsin demaganligi uchun men uni adminlikka olganman va yaxshi oyliklar, boshqa narsalar, bonuslar sovg'a qilinadi albatta adminimga. 100 mingta bo'lganimiz munosabati bilan yana adminimni iPhone telefonni kuchliroqiga o'zgartirib olish imkoniyati ham bo'ladi. Keyinroq unga o'zim aytaman. Xo'p. Yana videolar. 5 ta g'alaba uchun 50 ta olmos, 7 ta g'alaba uchun 160 ta olmos, 9 ta g'alaba uchun 530 ta olmos beriladi. Akkauntni qanot hujumchilarini, boshqa futbolchilarni to'g'rilab olishimiz kerak. O'rtada Laborde 181 bo'yli chap oyoq hujumchisi, lekin mana bu hujumchi yaxshiroq ekan. Vesant, xo'p. O'ng qanot hujumga tezkorroq futbolchilarni joylashdi. Klaus, Jonathan Klaus. Yaxshi bo'ladi agar hozir Klausni joylashtiradigan bo'lsam. Jeremy Boga. Va mana shu qanotlar yaxshi tezliklarga ega bo'ldi. Bemalol hujumdagi bo'y baland futbolchiga pas berib gol urish imkoniyatimiz bo'ladi. Yarim himoyachilarchi 185 bo'yli. Hozir best 11 ni terib ko'ramizda, keyin yana o'zgartirishga harakat qilamiz. Yaxshi. Best 11. Mana bu futbolchida ham tezligi kuchli ekan. Muhammed Alicho. Klausni yana bu tomonga Diop o'rniga mana bu futbolchimiz tushadi. Laborde ham yaxshi ekan, zarbasi yarim himoyaga joylashtirsak bo'laveradi. Fransiya ligasini hech kim kutmagan edi bunday Sabitiyadan kelishini. Iloji bo'lsa men bilasizlar, birinchi taymning o'zida hisobni hal qilishga harakat qilaman. Juda ham oltin qoidalardan biri. Tezligi kuchli ekan. Mufida ham Klaus. Qay birini joylashtirsam yaxshi bo'ladi hozir menga? Chap oyoq va o'ng oyoq futbolchilar. Shundayligicha qolaversin. Qanotdan asosan Guesantga pas beradi. Va yana mana bu o'ng qanot yarim himoyamizni ham yaxshilab olishim kerak. Ndombele hozir ham bor ekan DLSda. O'zi yaxshimi o'ng qanot himoyamiz? Mayli, qolaversin. Wow, mana bu futbolchimizning tezligi 90 ekan, yaxshi. O'rtadachi, biroz tezligi pastroq Dante. Bo'ldi. Darvozabon Burka. Ikkinchi taymda endi ikkinchi taymgacha bo'lgan vaqtda harakat qilamiz hisobni.
albatta g'alabali holatga keltirishga bo'ldi. O'yinni boshlayveramiz. 20-tiyerda bo'lsa ham o'ynayveraman. Sabit etish osonroq 20-tiyerda va Telegram kanalimda ko'rsangiz, 1-tiyerda bo'lsa-da men Sabitiyada g'alaba qozonganman. Shuni qanday bo'lganligini Telegramga joylaganman, ko'rishingiz mumkin. Endi esa 20-tiyerda yana raqibimiz klubi ham nice ekan, yaxshi. Nodirbek Rossiya bayrog'ida. Menimcha rossiyalik vatandoshlarimizdan biri qanotlardan o'ynaymiz. Yaxshi. Pas va zarba osonlikcha. Hozir yoki raqibning interneti ishlamayaptimi ekan, balki. Lekin sizlarga 9 ta g'alaba qozonaman deb aytganman tezroq. U mana ishladi, raqibning interneti ham. To'p raqibdaligida internet, agar raqibning interneti past ishlasa, voy yana gol oddiy. Raqibning interneti past ishlasa, shu futbolchilar to'xtab qolsa, albatta men kutib turishga majburman. Bu shunday yozilmagan qoidalardan biri DLSdagi. Voy yana bir gol. Raqib chiqib ketar balki. 740 ta olmosni olishimizda har bir o'yin shunday bo'ladigan bo'lsa juda ham zo'r bo'ladi. Ushbu akkauntda 850 ta olmosli holatda Klaus 8,5 ming ta olmosli holatida bir obunachimiz akkauntni sotib olish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. O'sha aytganman, 455 ming so'mlik narxda. Xo'p, yaxshi. Markazga pas yo'q. Darvozabon endi chiqadi. 4-0 birinchi taymning o'zida hisob. Klaus. Pas yu. Pas assistent ochiqmikan bizda, hozir ko'rib olamiz. Mana cross assist, shu burchak tomonlardan sana bosganimizda avtomatik tarzda o'rtaga to'pni ko'tarib berish tugmasi ochiq ekan. Holati Bulka. Yaxshi, ketdik. 4-0. Raqibda deyarli imkoniyat yo'q, lekin o'ynashi mumkin raqib. Xo'p, burchak zarbalaridan ham unumli foydalanishimiz kerak. Birinchi taymning o'zida 5-0 hisobi. Video vaqti eng qizig'i bu galgi shu videoda ham uzunroq bo'lishi mumkin. O'sha 20 talik qismlar kabi. Ismoilov video chiqarmayapti deganlar o'zi o'sha uzun videolarimni bo'sh vaqtlarda biroz 10 minut qilib ko'rishlari mumkin. Shu holatda video chiqarmayotganimni ham bilmaydi ba'zi vaqtlarda, shuni orqasidan. Hop, ajoyib pas. Klaus tezligi kuchli. Yaxshi ekan, nice klubi ham, pas ham ajoyib. Wow, darvozabondan seyf. Raqibga nima keragi bor ekan endi? Ajoyib pas yana. Endi chiroyli gol bo'ladimi? Yo'q. Darvozabon qaytgan. Endi zaxiradan tanimagan futbolchilarimni tushirib, qanday o'ynashlarini sinab olishim mumkin. Shunday katta futbolda ham bilasizlar, yirik hisoblardan so'ng klublar o'sha yangi futbolchilarni sinab ko'radi ko'p vaqtlarda. Ajoyib olib qo'ydi raqibning futbolchisi. Klaus pas.
Oh, oh. Hop! Qanday gol bu? Sabitiyadagi bir nozik did bilan urilgan gol shunchaki. Dilisa Ismoilovning ancha yillik tajribasi. Zaxira futbolchilarni ko'rishimiz kerak. Hop. Ha bo'ldi. Endi raqib chiqib ketdi. Hozir reklama bo'lishi mumkin. Shu joyida chiqib ketib turib, qaytadan kiradigan bo'lsam agar Dalasaga reklamalar chiqmay qoladimi? Ha, yaxshi g'alabamiz qolibdi. Hop. Mana shunday charchagan futbolchilarga bizda bonuslar ham bor. Bemalol sarflayveramiz. Hop, transferlardan Savinho, boshqa futbolchilar va mana bunday bonuslar ham bor. Videoni oxirlarida ochishim ham mumkin. Hop, ketdi. Ikkinchi o'yinimiz Sabitiyadagi. Yaxshiyamki reklamani ko'rmadik. Lyonga qarshi. Amir, yana o'zbekistonlik raqib. Hop, Klaus. Tezligi kuchli, yana bir tezligi kuchli futbolchilarimizdan pas ajoyib. Wow. Yaxshi. O'yinni boshidan o'zi shunday tajribasiz raqiblarga gol urmoqdaman. Ketdik. Yana bir marta tezligi kuchli ekan bizning futbolchimizning va zarbasi-chi. Zarbasi ham ajoyib. Osonlikcha yutamiz shekilli bu safar. Super kelgan Sabitiyada. Unumli foydalanib. Olib qo'yish kerak Lekazetdan to'pni. Lyon klubi ham ancha xavfli. Lekin tarkibni men juda ham chiroyli ko'rinishga keltirdim. Nice klubidan wow. Jarohat oldi hozir asosiy hujumchimiz. Endi nima qilamiz ekan bu yerda? Kimni tushirish kerak? Bu futbolchimiz o'ynayversin-da, bu tomonga Pogani tushiramiz. Bo'ldi, hozir ham yomon emas tarkib. Darvozabonda gol urib ko'ramiz, albatta penaltidan hozir. Pulke ismli darvozabonimiz osonlikcha B harfini yarim holatda bosib, qaytdi to'p. Endi-chi, wow, qaytgan to'pga tezda zarba bera olmadim men. Bunday holatda o'zi 100% gol bo'lishi kerak edi. Darvoza bo'sh. Raqib sezmadi uncha. Ajoyib pas. Hujumchilar yaxshi darvozaboni chiqdi raqibning. Agar mana shu penaltini qaytarmaganida qiyin bo'lar edi raqibga. Yaxshi, Klaus tezligi kuchli. Klausdan super gol ko'ramizmi? Ko'ramizmi? Albatta ko'ramiz. Bu golga raqib chiday olmadi. 9.6 ball berildi Klausga. Juda ham zo'r. Yana reklama bizda. Chiqib ketamiz va yana qaytadan kiraveramiz. Bo'ldi, yana bonuslar kamiga. Live o'yinlarda bonuslar, transferlardan Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek. Juda ham ismlari mashhur, lekin darajalari kuchli bo'lmagan futbolchilar chiqmoqda. Ikkita g'alaba hozir bizda bor. Mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. 10 ta olmos sarflamasdan turib, biz mana bu yerdagi legendary physicalsni ishlatamizda, mana shu futbolchimizni davolayveramiz. Bonus bizda bor edi va mana. Endi akkauntni oladigan odam, sotib oladigan odam rozi bo'lsa bo'laveradi. Shunday bonuslarni ishlatib qo'yayotganimdan. Va endi-chi, Brest raqib tarkibi unchalik kuchli emas.
O'zi bular ichida, komandalar ichida eng kuchlisi Monaco, Lille hamda mana shu Nice klublari ekan. Olib qo'yish kerak to'pni. Raqib yaxshi, biroz tajribaga ega. Ketdik. Yaxshi. Pas beramizmi? Albatta pas beramiz, albatta gol uramiz. Osonlikcha. Shunchaki oson g'alabalarimni ko'rishingiz mumkin meni. Negativ yozadiganlar endi Ismoilov omadi kelyapti, boshqa narsa deb. Bemalol o'zlari o'ynab ko'rishi mumkin. 20-tir sabitiyalarda menga o'xshab mana shunday bonuslarni qo'lga kiritib. O'sha 20 talik qismli videolarimda ham yana gol. Juda ham negativlar ko'payib ketgan. Bu yangi boshlab shunday chiqqanligi uchun oson raqiblar tushdi deb bemalol sinab ko'rishi mumkin. Agar O'zbekistonda shu umumiy hammaga shunday imkoniyatlar beriladigan bo'lsa, juda ham kam odam. Yana bir ajoyib chiroyli gol urdim hozir. Mana golni ko'rishingiz mumkin. Haliga Klausning goliga o'xshash, lekin bu tomondan urildi. Darvozabon nozik. Bu Sabitiyadagi darvozabonlar unchalik yaxshi to'solmaydi zarbalarni. Agar O'zbekistonda taxminan 100 mingta odam mana shu DLC o'yinini o'ynaydigan bo'lsa, o'zi aslida undan ham ko'p bilaman men. Ishonaman bunday bo'lishiga, bunday aktivliklardan so'ng 100 mingtadan ko'p bo'ladigan bo'lsa, bir taxminan 100 tasi mana shunday natijaga erisha oladi. Qanday bu yerda ofsayd bo'lishi mumkin? O'zi qanotdan pas bergan edim hozir. Mayli, baribir 3-0 hisobidagi oson g'alabalar bo'lmoqda. Videolar ham yaxshi olinib, vaqt lekin biroz cho'zilib ketmoqda. Yana bir ajoyib pas. Qani darvozabon chiqsin raqibning. Chiqmasa ham juda ham chiroyli gollar bo'laveradi bu galgi videoda. Ajoyib. Shunchaki nozik rit bilan S harfida. Ana shu o'yindan so'ng sizlarga bir ajoyib holatni aytib o'taman. Gapni yana bitta gol. 5-0. Birinchi taymning o'zida bu o'yinda ham raqib futbolchisiga qizil kartochka berilmoqda. Internetda ishlamayaptimikan yoki raqibni? Bilmadim. Biz shunchaki sabitiy yutamizda videoni tugatamiz. Olti-0. 10-0 hisobigacha olib borarsam kerak agar bu galgi videoning o'zida. Bo'ldi, tugadi. Xo'p. Endi zaxira futbolchilar mana yaxshi raqib chiqib ketdi. Mana birinchi taymning o'zida 10 ball olishga loyiq bo'ldi. Bizning asosiy hujumchimiz va yana reklama, yana chiqib ketamiz, yana boshdan kiraveramiz. Juda ham vaqtimiz tejaladi. Telefonimdagi boshqa ilovalarni ham ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa o'zim men yashirib o'tirmayman. Shunchaki karta raqamim, ba'zi bir ma'lumotlarni oshkor qilmayman xolos. O'sha hakkerlar hujumiga uchrashdan saqlanish uchun. Va endi sizlarga bir gapni aytib o'tishim kerak. Ko'ryapsizlar, mana shunday oson o'yinlar o'ynamoqdaman. Oddiy tarkib bo'ladimi? To'g'ri, raqiblar oddiy-yu, lekin men bilan bir xil darajadagi raqiblar bo'lsa-da bir nima qilib yuta olaman mana shunday oddiy tarkibda. Bunga asosiy sabab men DLC22, DLC23larda juda ham ko'p vaqtimni va juda ham ko'p obunachilarimizga sezon mana shu sabitiyalarni yutib berar edim. Narxi o'sha vaqtlarda haligi mana bu 9 talik g'alabali sezon mana sabitiya narxi 9000 so'm edi. O'sha agent pastdagi 2-3 o'rinlarga beriladigan bonuslar hammasi o'sha arziydigan holatda edi. Hozirgi vaqtdagi o'sha sezon pas bilan deyarli bunday
teng darajadagi. Juda ham ko'p odamlarga yutib berganman. Mana shunday Sabitga kelgan vaqtlarda deyarli to'xtamas edim. O'qishlar va ishlar barchasiga ulgura olganman. O'sha kechasi bilan o'ynab, kunduzi bemalol o'qishlarga kirib chiqib yurgan paytlarim ham bo'lgan. Eng ko'pi esimda bor, mana shunday 9 talik g'alabali o'yinlardan 11 ta o'ynab, 11 ta obunachimizga mana shunday Sabitga yutib bera olib, shu o'zim uchun shaxsiy rekord o'rnatganman. O'sha kuni deyarli 100 ming so'm pul topdim deb 2023-yili o'sha Dallas 23 ni boshlarida juda ham xursand bo'lgan edim va hozir oddiy hol o'sha 100 ming so'm bo'ladimi, boshqa pullar qizig'i yo'q. Shunchaki ham yutib beraveraman obunachilarga, lekin meni vaqtim bo'lish qiyin. Endi bu yog'iga shunaqa holat menda. Aksiyalarda hammani ko'ryapsizlar. Men puldan tejash, boshqa narsalarni o'ylayotganim yo'q. Shunchaki menda vaqt muammosi bor va aksiyalarimda qo'yayotgan shartimga yarasha bolalar javob bera olishi kerak. Shunday narsalar bor xolos. 4-o'yinni ham boshlayveramiz. Videoyimiz cho'ziladimi, boshqa narsa bo'ladimi, lekin qiziq. Bir tomondan g'alabaga yaqinmiz. Lil klubi tarkibi kuchli va yana o'zbekistonlik raqib. O'yin boshlandi tezda. Lil klubida ham asosan mana shu David ismli ana shu hujumchi, kanadalik hujumchi kuchli. Birinchi tiyerda juda ham menga muammo bo'lgan edi. Mana shunday raqiblar, kuchli tarkibli raqiblar, biroz men tarkibimga qaragandagi. Lekin 20-tiyerda bunday muammo bo'lishi qiyin. Klausni yugurtiramiz, yo'q. Bir kasaniya emas, 2 kasaniya o'ynash yaxshiroq ekan. Shunday kuchsizroq tarkiblarda to'pni bemalol to'xtatib olib, paslarni berib yoki bir kasaniya holatida ham tezda ochiladigan futbolchilarga pas beramiz va ajoyib gollarni joylayveramiz raqib darvozasiga. Ketdi o'yinlar, to'xtamaydi. Gollar. Internet yo'q, ishlayapti raqibda. Darvozabondan ajoyib seyf. S harfida gol ursam ham bo'laverar ekan. Mofida to'pni ko'tarib beramiz. Bo'y baland futbolchilarimiz pas beradi hujumchilarga, hujumchilar zarba berib gol uraveradi. Bu akkauntlarga donat qilishim hozir shart emas. Ortga qaytish yo'q. O'zi uchun hisobi birinchi taymning o'zida yetarli. Deyarli 99% g'alaba menda shu hisobning o'zida. Bo'ldi. Darvozabonda hozir xato qilishi mumkin. Uzoq masofadan gol urishga harakat qilaman agar xato qiladigan bo'lsa deyotgan edim. Lekin xato qilmagan bo'lsa-da zarba berib ko'raverdim. Hozir 4-0 hisoblarini yana keltiradigan bo'lsam, raqib chiqib ketishi mumkin. Muhimi, bu galgi video ham yoqayotgan bo'lsa xursandman sizlarga. Iloji boricha chiroyli gollar urishga harakat qilmoqdaman. Paslar. Ajoyib, yana bir gol. Super. O'zi eng ustasiga aylandim shunday gollarni. Ajoyib. Yon tarafdan darvozaning uzoq burchagiga S harfida chiroyli gol. Darvozabonning qo'llari yetmaydi. Biz esa foydalanib qolaveramiz. Bo'ldi. 4-0 birinchi taymdan so'ng hisob. Raqib chiqib ketmayapti. Farqi yo'q. Yana shunday chiroyli gollar uraveramiz. Oh, ajoyib pas. Klaus. Jarima zarbasi belgilanadi hozir. Jarima zarbasidan ham gol urishim kerak. Mofida uraymi ekan gol. Laborde. Uzoq burchagiga tepishga harakat qilaman hozir darvozabondan. Yana bir. Yo'q. Kuchli zarba bo'lmadi.
olib qo'yish kerak. Yaxshi. Uzoq masofadan mayli. Endicha yo'q. Raqib olib qo'ymoqda to'pni. Yaxshi, paslar ajoyib. Klaus! Shunchaki super. Hujum ham zo'r. Fransiya ligasi ham zo'r. Tarkibga moslashdim. Endi oddiy futbolchilarni tushiraveramiz maydonga. Hujumchi bormikan? Mukoko. Yusuf va Mukoko. Hozir tanish mana shu futbolchi qandaydir. Yusuf Mukoko. Hozir qaysi futbolchi edi ekan? Borussia Dortmund futbolchisi. Juda ham yosh hali, lekin darajasi past ekan, juda ham. Men to'g'risi germaniyalik kuchli futbolchi bo'lishini kutayotgan edim shu futbolchidan, lekin jarohat olishlar boshqa sabablarga ko'ra mana hozir darajasi pasayib ketganga o'xshaydi. Kelajak porloq futbolchilardan biri deb o'ylagan edim Mukokoni. O'sha vaqtida Yamal, Holland, boshqa yulduzlarga o'xshab o'yinlar o'ynayotgan edi-yu, mayli. Borussia Dortmundda ham mana shunday futbolchilar pasayib ketish holati ham bo'lar ekan. Borussia Dortmund yulduzlarni kashf etar edi-yu, mana shu futbolchiga kelganda omadi kelmagan ekan, mayli. Muhimi futbolchilik faoliyatida hozir ham qolmoqda, hali yana kelajagi bor. Ansu Fatini ham ko'rdik, mana hozir Monakoda o'ynayotgan bo'lsa, Sabitiyada chiqmaydi-yu, lekin Barselonadagi o'yinlarga qaraganda juda ham sezilarli darajada eski o'yinlarga qaytgan, kuchli darajalarga. Bo'ldi. Bu o'yinda ham g'alaba. Chiroyli hisobni yo'q. Chiroyli hisobligicha qolar ekan. Yana 10 ball berilmoqda. Hop, yana reklama bor. Chiqib ketamiz, qayta kiraveramiz. Videolar olinmoqda. Bonus, Dream Points ballardan. Mana shu 4 ta futbolchilari bor akkauntlarni ham yana keyingi videolarda reklama qilishga harakat qilaman va Alisson Becker kelibdi bizga. Alissonni sotib olaveraman. Zarari yo'q, ushbu darvozabonni darajasi tushishi ham mumkin. Saqlanib qolish ham mumkin, bilmayman to'g'risi, lekin eng kuchli darvozabon hozirda listada. Van Bissaka yo'q, boshqa futbolchilar kerak emas. Haftalik bonuslar. Yana qaytamiz. 5-g'alabamizda bizga 50 ta olmos berilishi kerak. Hozir olishga harakat qilib ko'raman. 50 ta olmosni. Mag'lubiyatlarsiz yaxshi davom etmoqda. Tarkibni ham o'zimga moslashtirib olganman. Endi-chi, Qozog'istonlik raqib. Yaxshi. Menimcha tajribasi bor. Futbolchilarni mana qaytarib, mana fintlar ham qilmoqda. Endi qiziq bo'ladi o'yin. Endi qiziq bo'ladi bu yog'iga. Shunday tajribasi bor raqiblar bilan o'yin yonishi kerak. Hop. Paslar, biz ham chiqib ketamiz paslashib. Klausda ham yo'q, o'tmadi pas. Yaxshi. Raqibda tajriba ko'proq. Paslashamiz. Uzoqdan zarba va darvozabondan ajoyib seyf. Hop.
Avvaliga o'zimizning eski uslubda foydalanishga harakat qilib ko'raman. Darvoza ustuniga to'p tegmoqda. Yana bir zarba va noaniq. 5-g'alabaga erishish biroz qiyin bo'lishi mumkin hozir. Yaxshi. Olib qo'yamiz to'pni, tezda yo'q. Qaytish kerak, futbolchilarni to'g'ri yopish kerak. Yaxshi. Yaxshi, hozir darvozaboni chiqadimi? Chiqdi va aldab mana shunday ajoyib aql bilan gol uraveramiz. Olib qo'yish kerak to'pni. Yaxshi, yana bir hujum. Pas o'tdi, tezlik, zarba. Yo'q, Klaus ochiq darvozaga 2-0. Raqib tajribali bo'lsa-da hozir osonlikcha gollar o'tkazib yubormoqda va mana bunday hujumlar ham qilib turadi. Paslar tutmayapti. Yaxshi. Klaus pas, yana bir pas. Yo'q bo'ldi. Birinchi taym 2-0 hisobida yakunlandi. Ketdik, yaxshi. Ajoyib pas, Klaus yugur. Tezkor va yana bir pas. Yo'q, kuchayib ketdi bu safar. O'ng oyoq futbolchisi edi o'zi. Oh, endichi yana bir gol. 5-g'alabamiz ham deyarli hal. 50 ta olmosni yana osonlikcha olaveramiz. Xo'p. Yaxshi, olib qo'ydim to'pni. Mana bunday qilib yana osonlikcha gol. 4-0 raqib chiqib ketadi. Albatta yana 10 ball olmoqda. Albatta paslarda xato qilganim yo'q. 50 ta olmos bo'ldi, tayyor. Reklamadan yana qochib qolamiz, chunki biz sezon pas ochmaganmiz. Sezon pasning pastdagi bonuslari, live bonuslar 7960 ta olmoslar yig'ildi bizda. Transferlardan Modric yo'q, shart emas bizga. Endi bu yog'iga bor yo'g'i 4 ta g'alabaga erishib, videoni tugatsak ham bo'laveradi. O'rtacha 5 daqiqadan sarflamoqdaman har bir o'yinga. Hop, Rennes o'qilar edi, adashmasam. Fransiyada o'zi PSJdan tashqari mana shunday klublarning deyarli sariq kartali futbolchisi yo'q ekan. Shuning uchun osonlikcha chempion bo'laveradi PSG klubi. Ushbu ligada sensatsiyalar ko'rsatish qiyin boshqa klublarga. Kamida shu klub budjeti qoplamasa kerak mana shunday futbolchilarni olib qolishlariga. Oson. Albatta. Mbappelar, Bernardo Silvalar, Falcao, ko'plab futbolchilar Monacodan chiqqan va yana boshqa klublardan ham mashhur futbolchilar chiqib turibdi Fransiyada ham. Oh, yaxshi. 6-raqibimiz gol urmoqda. Oh. Jahli chiqqan stikerlar yuborib. Qizig'i yo'q bizga, biz yana osonlikcha gollar urishimiz mumkin. Yana chap oyoq futbolchimizda. Golga e'tibor beringlar. Bir boshqacha trayektoriyada bordi to'p. Mana. Yo'q, shunchaki kuchliroq zarba bo'ldi. Yon tarafdan boshqacha ko'ringan edi.
Uzoqdan zarba berib ko'ramizmi? Zarba. Darvozaning 9ligiga tegdi o'zi ham to'p. Ketdik. Hop, osonlikcha. Nozik did bilan yana B harfida chiroyligina gol. 3-1 hisobida 6-o'yinda ham osonlikcha g'alaba bo'lmoqda. Paslarga qarash kerak hujumchilarga. Zarbaga yo'l qo'ymaslik kerak edi. Mayli. Zarba beradi deb taxmin qilgan edim, bo'lmasa qaytarish imkoniyatim bo'lar edi. 3-2. O'yin yaxshi qizimoqda hujumdagi futbolchim. Hoppa! Wow, darvozabondan ajoyib seyf. Pas, yana bir pas, yo'q. Olib qo'yish kerak to'pni. Ajoyib. Bo'ldi, birinchi taym meni foydam bilan yakunlanmoqda. To'p nazorati, umumiy statistikalar hammasi menda. Bunisi 90 daqiqalik o'yin bo'lishi ehtimoli ko'p. Klaus tezlikda kuchli albatta. Yana chiroyli gol uradimi Klaus? Albatta uradi. Raqib biroz tomosha qilib, o'rganib ham olishi mumkin. Sizlar ham sinab ko'ringlar mana shunday chiroyli gollarni. Kuchsizroq raqiblarga, kuchsizroq darvozabonlarga albatta o'xshab beradi shunday zarbalar. O'ng oyoq futbolchisini o'zi o'ng qanot hujumida o'ynatish mana shunday oqibatlarga olib keladi. Pas yana bir marta yo'q, o'tmadi. Hoppa. Ketdik. Bo'ldi, tugari. Uchun pas beramiz, yo'q. Chap oyoq futbolchimizda Klaus. Yo'q. Mofi. Yaxshi o'ynar ekan chap oyoqdagi zarbalari, ajoyib. Bizning futbolchimiz tezkorroq. Chiroyli gol. Yo'q, bu safar o'xshamadi. Almashtirib olamiz. Yusuf Mukoko. Qani? Kelajagi o'xshamagan futbolchilardan biri. Juda ham achinmoqdaman hozir. Bir bo'ladigan bo'lsa hozir 18 yo'q. 20 yoshlar atrofidagi futbolchi. Juda ham iqtidorli edi-yu. Uzoqdan zarba yo'q, darvozabon o'z joyida. Raqib hujumlariga yo'l qo'ymasligim kerak, yaxshi, yo'q. Jarima zarbasi. Bu yerdan zarba bera olmaydi, pas berish aniq. Futbolchilarni yopamiz. Pas berishi mumkin bo'lgan futbol. Zarba berdi. Darvozaboni kelgan ekan, uzoqdan gol urib ko'rishim kerak. Men hozir qani gol bo'ladimi hozir? Hoppa! Darvoza to'siniga tegib qaytmoqda to'p. Hozir ekranni 2 marta bosib tepgan edim. Juda ham bir qiziq holat bo'ldi. Bo'sh qolgan darvozaga gol urmaslik. Boga tezligi kuchli. Pas berish yaxshi. Uzoqdan zarba yana bir marta. Yo'q. Bo'ldi, 4-2 hisobi. 6 ta g'alabamiz bor bizni. Bu safar 9-4 ball berilmoqda. Reklamadan yana qochamiz. Chiqib ketaveramiz. Hop.
Transferlardan Joao Cancelo, David De Gea bilan Diego Jotalarni olib qo'yishim kerak ekan va Onanani ham olib qo'yishim kerak ekan o'zi. Bu yerda yoki akkauntning yangi egasi sotib oladimi? Yo'q, men olib qo'ysam ham bo'laveradi. Kerak futbolchilarni sotib boramiz. Mana akkaunt yangi holatda. Bir marta o'zi 455 ming so'mga sotib olib, sezon passlarini ochkizdirmasdan, hech qanday tanga olmas yig'dirmasdan oxirigacha kuchaytirish imkoniyatingiz bor. Onanani ham sotib olaymikan hozir? 79lik darajasidan tushishi aniq Onana ham. Diego Jotani ham sotib olish kerak. Cancelo qiziq emas unchalik. Bo'ldi. 7-g'alabamiz uchun boshladik. 7-g'alabaga erishsak 160 ta olmos bonus beriladi. Raqib Lille. 4 tadan yulduzchali ikkala tarkib ham. Turkiyalik raqib. Ketdik. Hujumchimiz tezkor mayli, himoyachisi yaxshiroq ekan. Yarim himoyachi, ajoyib. Ajoyib to'xtatib olish va zarbada biroz noaniqlik. Olib qo'yish kerak to'pni bu yerda. Yo'q, David. Jonathan David. 80 kartali. Eng kuchli futbolchi maydondagi hozir. Endi bizning hujumchimiz. Pas va zarba, gol. Albatta. 1-0. 7-g'alabamizga ham qadam tashladik. Smiley. Raqibdagi futbolchi ismi Smiley. Mana. O'sha futbolchi. Tezkorlik. O'tmadi-da pas. Raqibda Smiley juda ham yaxshi o'ynamoqda. Ajoyib, Klausdan pas ko'rardik-ku, lekin Gudmundsson ham bor ekan raqibda. Lille klubida o'ynar ekan Gudmundsson ham. Bir yo'qolib ketgan yulduzlar ham Fransiya ligasida topilib turadi. O'tkazib yuborish kerak, Klausga yo'q. Santa Claus. Darvozabon o'z joyini tark etgan edi. Olib qo'yish kerak to'pni. Paslar. Klaus yugur. To'p chiqib ketdi. Birinchi taym 1-0 hisobida yakunlanmoqda. Raqib ham paslarda yaxshi o'ynar ekan. Paslar, Klaus. Chiroyli gollardan ko'ramizmi Klausda? Yo'q, pas bo'lib ketgan edi. O'xshamadi. Ketdik. Ajoyib va g'aroyib paslar edi. Endi gollarni kamaytirib qo'ydim. Klausga pas va yo'q. Tezlik kuchli deb o'ylasam ham yetib kela olmadi. O'ylash kamlik qiladi. Zarba berarmizmi? Pas berib qaytaramiz va ikkinchi gol. Hujumdagi futbolchilarim bir-biri bilan yaxshi kelishib o'ynamoqda hozir. Paslar davom etadi. Klausdan ham yaxshi.
Olib qo'ydim. Klausga pas. O'tmadi. 74-daqiqa. Wow. Almashtirish vaqtim bo'lgan ekan meni o'zi. 80-daqiqa almashtirib olishim kerak tezda futbolchilarni. Yo'q, raqib tezda o'yinni boshlab yubordi. Tezda futbolchilarni almashtirib olamiz. Ndombele ham o'ynashi kerak endi. Mukokoni baribir maydonga tushiraman. Esda qolgan futbolchilardan biri. Qanotlarga pas beramiz, tezda o'yinni yakunlaymiz. 160 ta olmosni ham hozir qo'lga kiritamiz. Mukoko tezlikda o'tib ketmadi. Gudmansonni olib qo'yish kerak edi. Yaxshi. David kuchli baribir. Mana. Davidni to'xtatib qolishning imkoni bo'lmadi-yu, lekin zarbada adashdi David. Xavfli. Jonathan David. Bo'ldi 8 ball. Mana raqibda Smiley. Man of the match. Menda esa Moffi. 73 reytingda ekan. Va 160 ta olmosimiz ham bor endi bonusimiz. Chiqib ketamiz yana kiramiz. Transferlarga qaraymiz. Chouameni yo'q. Kerak emas. Bonuslarni olamiz. Sezon pasdagi bonuslar va kamiga sezon pasga hozir aksiya ham kelmoqda. Lekin afsuski hozir meni telefonimda ochish imkoniyati bo'lmay qoldi. O'zi meni nomim bo'yicha shunday holatlarda juda ham qarshiliklar ko'payib ketmoqda. Hozir o'zi meni mana shu dalasadagi faoliyatimga bugunni o'zida Telegramdan shu taxminan 5-6 tacha sizning rasmingiz boshqacha APK fayllar kelib o'zi jonga tegdi. O'sha telefonimga kirib olish, boshqa narsalar, bilasizlar, sal-pal darajasi oshgan odamlarni mana shunday to'xtatib qoladi. Orqaga tortadigan ba'zi bir parazitlar. Lekin mayli, qo'ldan kelsa ham qilmay qo'yaversin-u. Shunday o'zi yaxshi davom etyapman. 8-g'alaba uchun o'yin. Yana sizlarga mana shu menga kelgan olmosdek Sabitiyani haqida aytib o'tmoqchi edim. Ba'zilarda mana shu tanga bo'lib kelmoqda ekan. Ya'ni o'sha 7000 dan ortiqroq tangalar yoki 450 ta olmos va 1500 ta tanga shunday holatlar kelmoqda ekan ko'pchilikka. Endi to'g'risini aytaman, bu tasodifiy. Bu aniq emas, qanday bu shunday Sabitiya kelib qolishi. Wow, xavfli zarba. Chiqib ketish kerak vaziyatdan. Yaxshi paslar bilan. O'ng oyoqqa olib zarba va ajoyib gol. Ko'rishingiz mumkin. Juda tezkorlik kerak bunday vaqtlarda. Mana tezda o'ng oyoqqa ko'chirib olib zarba berish kerak. Uzoq burchakka. Olib qo'yish kerak hozir, yaxshi. Ketdik. Qanotlarga ko'chiramiz. Klaus yo'q, yetib kela olmasa kerak bo'ldi. Endi olib qo'yish kerak to'pni. Paslarni yopishim kerak. Hop.
Qaytamiz. To'pni olib qo'yamiz. Yo'q. Chap qanot hujumimiz kuchayishi kerak edi. Nimada oldinga. Endi-chi o'ng qanotga pas yo'q. Yana qarash kerak. Ortga qaytish kerak endi. Xo'p, yaxshi. Bo'ldi. Birinchi taym 1-0 hisobida yakunlandi. Ajoyib pas, lekin o'tmadi. Yaxshi, qanotlarga. Olib qo'yish kerak to'pni. Yana harakat qilish kerak. Tezlik bu yerda kerak yana. Yaxshi. 1-0 qaltis hisob. Klaus. Hop, yo'q. Endi-chi. Son gol. Raqib chiqib ketadi albatta. 8-g'alabamiz ham tayyor bizda. Bor yo'g'i oxirgi o'yinimiz qoldi 9-g'alaba uchun. Bo'ldi, shu bilan video yakunlanadi. Bonuslar. Transferlarda Militao, Emiliano Martinez yo'q, kerak emas. Yana bir ishlatib ko'ramiz. Bo'ldi. Tomir tortishib qoldi. 9-g'alabamiz, oxirgi o'yin. Deyarli g'alaba qozonishim aniq. 8 ta o'yinda mana ketma-ket g'alabalar bo'ldi. Ketdi yana bu yog'iga. Yaxshi. Kirib borish, zarba ham ajoyib bo'ldi. O'zimcha Dalasa 25 ni qoidalariga tushunib olibman o'ynashga. Mendan kuchli raqiblar ham topiladi-yu o'zi. Hali paslarni futbolchilar qanday ochilishlari, boshqa narsalarni yaxshi biladigan. Lekin Dalasa 26 ga borib, yangilanishdan so'ng o'sha raqiblar haqida ham o'yinlar biroz pasayadi. Pas beramiz albatta va zarba beramiz. Hozir gol. 2-0. Bo'ldi. Chiqib ketdi raqib. Bizda endi chempionlik 9 ta g'alaba hamda bu yog'iga bonusni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. 530 ta olmos. Birinchi o'rinni olganligimiz uchun 20-tier, ajoyib akkaunt, ajoyib video. Hozir yana oxirida reklamani ko'rmaymiz-da. Qaytamiz. Ajoyib video. Bonuslar bizda esa olmoslar soni 8650 taga yetdi. Ushbu akkaunt narxini endi yana oshirsam bo'ladi-yu. Mana videoni boshida sizlarga aytganimdek, hech qanday bunday narsalarga yo'l qo'ya olmayman men. Shunchaki o'ynab berishim ham mumkin dedim. Mana shunday sabitiyalarni, ba'zi birlarda internet yomon, shunaqa muammolar bor. Yoki endi vaqtim yo'qligi uchun shunda o'ynab bera olmayman. Telegramdan yozish ham shart emas. Yoki o'sha Telegramda biror bir adminda mana shunday sabitiyalar yutib beradi, boshqa narsa desam, baribir tilisi o'ynagan odamni mana shu qandaydir nafs degan narsasi akkauntlarni, boshqalarning akkauntiga havas keladigan bolalar ko'p. Deyarli 90% mana shu tilisi o'ynaydiganlar
kerak bo'lsa, mana o'zim ham tan olaman. Boshqalarning akkauntiga men boshida biroz qiziqishlar bo'lgan. O'zimda akkauntim ming zo'r bo'lsa ham o'sha menda yo'q futbolchilar bor akkauntlarga biroz qiziqish bo'lgani, lekin baribir o'zimni tiyib tura olaman. Men boshqalarning akkaunti kerak emas, menga mana shuncha ishlar, shuncha akkauntlar o'z shunchaki so'rasam ham berib yuboradigan tanishlar ham bor, o'z super akkauntlarni berib yuboradigan tanishlarim ham bor. Shuning uchun menga umuman akkauntlar qiziq emas, futbolchilar va boshqa narsalar. Shunchaki dalasi o'yinidan rohatlanish uchun, sizlarga kontent tayyorlab berish uchun, qo'shimchasiga shunday o'yinlarni yaxshi o'rgatish uchun shunday videolarda davom etmoqdaman. Va yana obunachilarimiz soni ko'payaveradi agar sizlar like bosib, obunalarni ko'paytirib tursangiz. Men aksiyalarim bo'yicha yana biroz aytib o'tadigan bo'lsam, live o'yinlarda men aytdim, akkauntidagi o'sha sezon passiga mana shunaqa aksiya kelgan obunachilarimizdan kimdir o'sha mana shu oddiy 20-tir bo'ladimi, 15-tir, 1-tir bo'ladimi, o'yinni boshida raqibiga 5 ta gol berib, o'yinda o'sha raqibi chiqib ketib qolsa yo o'zi kuchi bilan 6-7 ta gol uradigan bo'lsa, 3 ta g'alaba. Shunday o'yinlardan skrinshotini yuborsin, men tekinga sezon pass olib beraman dedim. Va natijada negativlar juda ham ko'paydi. Qandaydir bolalarning unchalik hozirgi bolalarning harakati yo'q. Masalan, hozirning o'zida videoda men mana shunday holatni ko'rsatib ham berishim mumkin, kerak bo'lsa, lekin video vaqti cho'zilib ketadi yoki o'xshamay qolishi ham mumkin baribir, lekin uddalay olaman. Aniq ko'rdingiz o'z Sabitiyada ham va eski o'yinlarimni ham bilasizlar. Shunday ekan, men o'sha aksiyalarimda to'g'ri qatnashinglar, iloji boricha men ham o'zi sizlarga qo'ldan kelgancha yordam beryapman. Akkauntingizni kuchaytirib olish, boshqalar bilan o'ynash. O'zi yaqinda dalasi yana kuchayib ketishi aniq. Dalasi 26 kelmoqda. Yana bilasizlar, yana grafikalar yaxshilanadi, futbolchilar kuchayadi, yangicha futbolchilar keladi. Super bo'ladi bu yog'i. Akkauntingiz ham o'zi saqlanib qolgan taqdirda ham o'ynamay qo'ysangiz ham dalasini u 2-3 yildan so'ng shunday akkauntlar qadr bilinib, agar mabodo o'sha vaqtlarda o'sha Google muammolari, boshqa narsalar bo'lmasa, albatta odamlar aniq akkauntingizni sotib oladi. Hozir sotishim kerak, boshqa narsa deb Telegramdan unchalik bezovta qilmanglar, iloji bo'lsa. Adminim ham o'zi o'qishi bor. Kompyuter shunday yuqori ballar bilan o'qishga kirgan bir student bola. Men o'zi o'qishni bitirgan bo'lsam, lekin vaqt baribir hayotiy ishlar, boshqa narsalar ko'p ketadi. Xullas shunaqa gaplar, sizlarga aytadigan gaplarim. Yana videolar chiqaraveraman. Shunchaki o'sha qanday videolar qilishimni aytib o'tsangiz bo'ldi. Aql bilan to'g'ri kommentlar yozib, albatta. Ismoilov dalasi bo'yicha harakatlardan to'xtamaydi. Keyingi videolarda ko'rishguncha